Dasturimiz davom etadi. Donald Tramp prezidentlik uchun kurashayotgan paytda mutaxassislar uning iqtisodiy takliflarini ahmoqona deya tanqid qilgan. Tramp Oq uyga kelsa inqiroz boshlanadi degan taxminlar ham bor edi. Lekin prezidentligining birinchi oyida aksiya bozori chaqqonlashdi. Iste'molchilar ishonchi oshgan. Biz bilan gaplashgan ekspertlar nazarida baho berishga hali juda erta. Donald Tramp iqtisod uchun shum xabar deb ko'p eshitganmiz. Lekin u Oq uyga kelganidan beri tijorat ko'lami oshgan. Yangi ish o'rinlari ko'paydi. Aksiya bozorida har kuni xushxabar. Savdo chaqqonlashgan. 1999-yildan beri kuzatilmagan darajada. Suhbatdoshimiz Mark Zandi, Moody's moliyaviy tahlil markazi eksperti. Zandi fikricha, vaziyatga chuqurroq qarash kerak. Hozirgi vaziyat uchun Trampni maqtay olmaysiz deydi u, chunki bugungi holat Obama davrida qilingan qarorlar mahsuli. Tramp hali iqtisod bobida biror katta qadam tashlagani yo'q. Siyosatini ham tushuntirmadi. 11 million hujjatsiz muhojirni haydamoqchi. Xitoyga tarifni 45% ga, Meksikaga 35% ga oshirmoqchi. Soliqni pasaytirmoqchi. Davlat xazinasidan ko'proq mablag' ishlatmoqchi. Lekin deydi boshqa mutaxassislar, qimmatbaho qog'ozlar bozori tezlashgani Tramp bilan bog'liq. Sarmoya qilishga oshiqayotganlar ko'p. PNC bankidan Gas Voucher deydiki, investorlar soliq pasayadi degan umidda. Xususiy sektorda prezident Tramp davrida iqtisodiy ko'rsatkichlar faqat ko'tariladi degan ishonch kuchli. Inflyatsiya pasaymaydi, lekin umuman olganda xushxabarlar kutishyapti. Tramp aslida nima qilmoqchi deya savol berayotganlar ko'p. Yirik investitsion banklar Oq uydan Trampning bayonotlariga oydinlik kiritishni so'rayapti. Moliyaviy tahlilchi Kevin Kelly real javob kutyapti. Xususiy sektor tavakkalga ishonadi, lekin siyosatni tushunmay oldinga qadam tashlash qiyin. Bizneslar uchun yangi imkoniyatlar yaratiladimi? Soliqlar pasayadimi? Qay bizneslar uchun va qanchaga? Mark Zandi ta'biricha, asosiy kuch Kongressda hukmron respublikachilar qo'lida. Soliqni pasaytirish, xususiy sektor ustidan nazoratni kamaytirish, buni Kongress ma'qullashi kerak. Tramp yangi loyihalari uchun pulni qaydan oladi? Soliqdan tushgan daromaddan. Demak, soliq pasayadimi yoki oshadi? Milar Segan, Nasiba Tohir, Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.